Assalomu alaykum. Hozirgi kunda tadbirkorlar orasida metall parcha va chiqindilari aylanmasi sohasidagi o'zgarishlar keng muhokama qilinmoqda. Ma'lumki, 2026-yil 20-iyuldan boshlab metall parcha va chiqindilaridan foydalanish litsenziya asosida amalga oshiriladi. Bugun shu va boshqa savollarga javob olish maqsadida soha mutaxassisi Umar Faxriddin Nasirjanovich bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Aytingchi, aynan nimalar o'zgaryapti va litsenziyalashdan asosiy maqsad nima? Va alaykum assalom. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 16-apreldagi 175-son qarori bilan 80-son qaroriga qo'shimchalar kiritilgan. Ushbu qo'shimchalarda qora va rangli metall parcha va chiqindilarini tayyorlash, xarid qilish, qayta ishlash va realizatsiya qilish belgilangan. Asosiy maqsad tadbirkorlarning faoliyatini cheklash emas, balki sohada tartib va qonuniylik, shaffoflikni ta'minlash. Endi tadbirkor qanday hujjatlar to'plab qayerga borish kerak? Hech qaysi idoraga borish shart emas. Ushbu faoliyatni maxsus license.co.uz portali orqali elektron arizani topshirish mumkin. Tizim To'xkon sanoati va geologiya vazirligi hamda ekspert korxonalar, ya'ni Sanoat radiatsiya va yadro xavfsizlik qo'mitasi, ekologiya vazirligi va Standart agentligi bilan integratsiya qilingan. Korxonalarga qanday asosiy texnik talablar qo'yiladi? Birinchi navbatda korxonaning texnik jihozlarining mavjudligi, jumladan press uskunalar, yuklash tushirish texnikasi, tarozi va boshqa zarur texnologik uskunalar bo'lishi, bundan tashqari ishlab chiqarish maydoni, beton qoplamali zarur muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari mavjud bo'lishi lozim va zarur hollarda joyiga chiqib o'rganishlar o'tkaziladi. Qanday metall parchalari va chiqindilarni qabul qilish taqiqlanadi? Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 6-iyundagi 425-son qaroriga muvofiq 29-bandida davlat va strategik ahamiyatga ega obyektlarga tegishli metall konstruksiyalar va jihozlar, elektr energetikasi, temir yo'l, aloqa telekommunikatsiya tarmoqlariga tegishli buyumlar, yo'l belgilari qabul qilishga yo'l qo'yilmaydi. Suhbatimiz yakunida tadbirkorlarga qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Tadbirkorlarga eng avvalo litsenziya talablari bilan tanishib olishni, zarur hujjatlarni tayyorlashni va ishlab chiqarish obyektlarini belgilangan talablarga moslashtirish taklif etiladi. Yangi tartib bo'yicha rasmiy axborotlarni muntazam kuzatib borish hamda savollar tug'ilganda yer qa'ridan foydalanish markaziga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Ma'lumotlar uchun rahmat kattakon. Hurmatli tadbirkorlar, qo'shimcha ma'lumotlar uchun yer qa'ridan foydalanish markazining rasmiy veb-saytiga murojaat qilishingiz mumkin.